La ilahe illalloh anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin degan duo bor, bilasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Yunus alayhissalomni kitti qornida o'qigan duosi. Shu duoda men примерно bir oydan oshiq bo'lib qoldik, почти что adashmasam. Endi hali ehtiyotkorlik, qo'rqoqlikka kirmaydi deydi, shu gapga o'xshab. Misol uchun dan xodimlari bo'ladi-ku, chiroyli qilib aytganda. Dan xodimlarini ko'rayotganimda, уже men shu duoni o'qigandan keyin Allohning qudrati bilan bilsanglar, haligilarni betini shunday teskari qilib qo'yapti Alloh bor, qudratiga qoyil qolish, cheksiz qoyil qolsak bo'ladi. Bir marta hammani to'xtatyapti, bir bilmayman, hozirgiga o'xshagan juda ko'p gaishnilar turibdi, hammani bitta to'xtatyapti. Meni ham to'xtatsa kerak dedim. Bari o'qiyordim hali duoni, bitta o'qib turib. Kelsam Allohning qudrati bilan bir 20 tacha odam, dan xodimi ashi. Shuni teskari qarab qolish, shuni teskari qarab turishgan paytiga men to'g'ri kelib qoldim. Bitta meni o'tkazib yubordi. Bir marta bo'lsa to'xtatdi, chunki telefonda gaplashyotgandim, kelib qoldim, gapirayotgan paytimda o'qolmay qoldim. To'xtatgandan keyin ham shunda to'xtadim. To'xtagandan keyin bo'lsa, endi kech bo'lsa hechdan ko'ra kech deb turib, ana yerda ham shu duoni o'qib oldim. Dokumentlar istesam orqamda уже kelib turgan ekan. Shu aynakni ochib qo'ygan edim. Shunaqa bir muloyimlik bilan qalbini shu darajada yumshatib qo'yibdiki, Allohim. Yirjayt deyapti. Dokumentni tityapman, уже kelib turib oldimga ketoring deb muloyimlik bilan gapiryapti. O'zi bilasizlar, tem bo'ldi Rossiyada вообще bu mana грубо отношение qilishadi. Allohning qudratiga tan qolmasdan iloji yo'q. Shuning uchun doim qanaqadir bir zolim inson, kimgadir bir zolimlik qiladigan inson bo'lsa, boshqa bir shunga o'xshagan vaziyatlarga ketayotgan bo'lsanglar, shu duoni men oldin ham o'qiganman. Ta'siri sirraz bilinadigan ta'sir. Haligi zolim insonni biror bir nachalnigingiz bo'ladimi, boshqasi birov sizni so'kish kerak-ku, siz borasiz, siz so'kish eshitasiz. Otangiz bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, haligi duoni o'qib borsanglar, inshaalloh Alloh qalbiga shunchalik yumshoqlikni joylashtirib qo'yadi. Bas shunaqa.